Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan kinolar olamidan, ya'ni kinolar izlaydi bot ko'ramiz. Bu yangi chiqqan bot, bunaqa bot hali bo'lmagan. Kinolar botdan ham eng zo'r bot. Bunda shunchaki kino nomini yozsanglar, kinolarni chiqazib beryapti mana, ko'ryapsizlar. Superman boshqa u bu hammasini serial qidirsanglar, masalan, qizil desanglar, qizil atirgul mana katta ayol ko'radigan filmlarni chiqazib beryapti mana. Hammasini chiqazib beradi filmlarni. Film, multfilm, anime, serial barcha ko'radigan narsalarni chiqazib beradi. Faqat bu botda 18+ unga o'xshash video yoki kinolar umuman chiqazilmaydi. Hammasi televideniyega chiqqan va internet eng mashhur bo'lgan, lekin so'kinishi ko'p ishlatilgan filmni chiqazmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Multfilmlargacha chiqazib beryapti. Multfilm desangiz qator chiqazib beryapti multfilm bo'lgan. Hammasini juda ham zo'r jigarlar. Vahshiy maza qilib ishlasanglar bo'ladi bu botni. Ko'ryapsizlarmi? Qismi bo'lsa qismigacha chiqazib beradi bu. Animeda misol uchun любой animeni topishingiz mumkin. Animeda yozib kelsangiz tamom uje hammasini cho'tga xullas do'stlar. Kino zakaz orqali kinolarni berishingiz mumkin. Filmlarni topa olmay, botda filmlarni topa olmasangiz, zakaz orqali berishingiz mumkin. Chunki hali bot yangi, filmlar hali yuklanmagan, to'liq filmlar. Hozir botda 10 mingdan oshiq filmlar bor, lekin siz topa olmagan filmlaringiz bo'lishi mumkin. Botda nomi orqali yoki kod orqali topa olmagan. Shuning uchun unga nima qilishingiz mumkin? Zakaz qilishingiz mumkin.